Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Kotib AI neyro tarmoqlardan foydalangan holda audio va video kontentni transkripsiyalovchi ko'p funksiyali yangi xizmat. Do'stim bilan qahvaxona ochishga qaror qildik. Har birimizda biznesimizni rivojlantirish uchun sarmoyadek sarflashga qaror qilgan 5 million rublimiz bor edi. Bu pullardan korxonaning dastlabki kapitali shakllanadi va ustav kapitali deb ataladi. Shu mablag'ga barcha jihozlari bilan qahvaxona sotib olamiz. 10 million rublga xarid qiladigan barcha narsalarimiz, jumladan uskunalar, qahvaxona, shuningdek ingrediyentlar va ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan barcha narsalar aktivlar hisoblanadi. Bir yil davomida tirishqolik bilan ishlab 6 million rubl tushum oldik. Yaxshidek ko'rinsa-da, tushum yil davomida qilgan xarajatlarimizni ko'rsatmaydi. Faraz qilaylik, misolimizda xarajatlar 4 million rublni tashkil etdi. Shunda tushum summasidan xarajatlar summasini ayirib, yil yakuniga ko'ra foydamiz 2 million rubl ekanligini aniqlaymiz. Albatta, ko'proq daromad olishni istaymiz. Buning uchun esa biznesni kengaytirish zarur. Shu bois bankdan 15 million rubl miqdorida kredit olishga qaror qildik. Birinchi qahvaxonamiz o'z mablag'imizga ochilganini eslaymiz. Shuning uchun aytish mumkinki, birinchi qahvaxonamiz xususiy kapital hisoblanadi. Ikkinchi qahvaxonamiz esa albatta kredit hisobiga ochildi. Shu sababli ikkinchi qahvaxonani qarz kapitali deyish mumkin. Aktivlarning shakllanish manbalari passivlar deb ataladi. Ushbu misolda passivlar sifatida ta'sischilar mablag'lari va kredit namoyon bo'ladi. Aktivlarimizda esa barcha jihozlari bilan ikkita qahvaxonamiz mavjud. Shunda aktivlar va passivlarning tengligi kelib chiqadi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.